Aytardik bir vaqtlari tezroq tugasin maktab. Bugun esa bitiramiz, u kunlar endi qaytmaydi. Har tanaffusda bolalar kompyuter xonada 5ga 5 konter tashab darsdan qochilardi faqat. Uyga vazifalarni ko'chirish jonga tegmaydi. A'lochi sinfdoshlar vobshe qizg'anchiq bo'ladi. Bugun 25-may, sizda nastreniya qanday? Sartarosh bordim bugun, prichoskamdan aylanay. Sinfdoshlar, ustozlar, xayr maktab. Oqibatni yo'qotmanglar, xayr maktab. Sinfdoshlar, ustozlar